Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun men bir o'zim emas, Bayram guruhining solisti Akmal akam bilanman. Akmal aka, avvalambor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Nimagadir hozirgi vaqtda, mana shu oxirgi vaqtda deylik, oxirgi vaqtda kam ko'rinyapsiz. Endi ozgina dam oldim. Nima endi? Yo, o'zim ijod bo'lyapti. Men chiqishlardan hozir bir 2 yilcha chiqmadim. Hozir oxirgi men 1 oydan beri televiziyaga chiqamiz. Hal yengiladik. Ozgina tanaffus olib, energiya bilan. Endi odamlarni sog'insa. Sog'intirib chiqib keldi-da. Akmal aka, mana o'sha siz o'sha paytda hitga aylangan qo'shig'inglar bor edi. Bom bom bom. O'sha vaqtda biz endi yosh bo'lganmiz, maza qilib o'sha kliplarni ko'rardik, maza qilib eshitardik. Haligacha bu qo'shiqni eshitib kelamiz-da, shu qo'shiqni. O'shani agar iloji bo'lsa, shuni jonli ijro etib bersangiz. Bom bom, dombiram ovozidek, bom bom deb uradi yuragim. Bom bom eshitmaydi malagim. Lekin klip ham zo'r chiqqandi Akmal aka. 94-yilda olingan qo'shiq, bunga ham qarang 30 yildan oshibdi. 30 yildan oshibdi shu qo'shiqda. Endi Akmal aka, mana bizani kuzatuvchilarga, o'zingizni kuzatuvchilaringizga mana 2026-yil kelyapti. Bayram tilaklari bo'lsa, bemalol bildirishingiz mumkin. Avvalambor yangi yil bilan tabriklayman. Barcha kuzatuvchilar, hammanglar sog' salomat bo'linglar. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, keyingi yil niyatinglar amalga oshsin. Har doim bizani tomosha qilganingizda, yaxshi qo'shiq kuylarni eshitganingizda sizlarga bizani jumladan bizani qo'shiqlarimiz ham har doim sizlarga kayfiyat, yaxshi kayfiyat, bayramona kayfiyat sizlarga ruhlantirsin. Hammanglar sog' bo'linglar. Rahmat Akmal aka, ijodingizga omad tilab qolaman. Endi mana 2 yil sog'intirib chiqdingiz. Endi bu yog'iga endi sog'intirmaysiz degan umiddamiz. Sog' qolasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat. Ko'rishgandan xursandman. Hammaga salom. Ko'rishguncha.